Katta yo'lni bo'yidan gazi, sveti, suvi, puli даже zo'r. Yo'lni bo'yidan konkretli. Shunaqa hovli so'radingizmi? Mana shu hovli sizlar so'ragan hovli aka-ukalar. Shu uzun shu darvozaxona 5,5 metr eniga. Hovlimizni umumiy sothi 9,5 soti kadastr. Umumiy xonalarimiz soni 6 ta. Bitta oshxona, ikkita sanuzel, bitta ichki, bitta tashqi sanuzellar bor. Bu mana shu bezna sozma. Bezna soz. Xonalar ichini keyinroq ko'rsatamiz. Hovlimizni umumiy shu kengligini ko'rsataylik birinchi. Qolasa qo'ygan narximizga uyalib qolmaymiz aka-ukalar. Mana shu ko'rib turgan xonadonlaring, buni uyda orqasida ham отдельный xozdovori bor. Orqa tarafi chorva boqqani bemalol rosa ham katta. Ikkita xo'jalik qilasizmi, 3 ta xo'jalik qilasizmi? Yarashaveradi, qancha yuksakda. Mana orqa tarafdan bu taraf tupik, bu tarafdan ham darvoza qilsa bo'ladi aka-ukalar. Shu tashqi sanuzelimiz. Ko'rinishi juda ham akkuratni holatda turibdi. Chorva boqqan nima deydi aka-ukalar bitta har qanday ikkita hovli qiling, chorva boqib u qilganni. O'zini omborxonalari bor. Biz old tarafiga o'tamiz. Juda ham shinam hovli. Gaz endi betlarda eng qiziq narsasi gazi, sveti, suvi. Chap tarafimizda xonadonimizda 3 ta uy bor ekan. Mana bitta uzun ravoni. Ravondan unga kirganimizga detskiy qilib foydalanyapti ekan. Bir uy bir darajulari bor. Shu kattalar yotoqxonasi bu tarafida. Keyin oshxonani oldida uyni ko'ramiz. O'tirib, o'sha ko'pchilik zalda ishadi, o'tirib ovqatlanadigan joylar ekan, bir qator remont qilsa ham bo'laveradi. Mana ko'ramiz aka-ukalar. Oshxonasi ham kvadraturasi o'ta ham katta, shinamgina oshxona ekan. Yaxshi. Endi kim olish maqsadida bo'lsa, o'ziga moslab olaveradi. Aka-ukalar, manzilda tushuntiraman. Ba'zi uyda egalar bilan o'zini nomerlari bilan qo'yaman. Xudo xolasa prema chiqib barakam bo'lsa orasizlar. Qadrdonlar 75 ming bilan sotuvga chiqaryapmiz. Xudo xolasa 1-2 so'm kam bo'lsa o'tib berishadi. Mijikin svetofordan kirib kelasizlar. Bu tarafi oyim qishlar. Bet hozir turgan joyimiz Ochiq ko'lda joylashgan.